Bilsak bo'ladimi? Nega endi bu savol sizni qiziqtirib qoldi? Ha, yo'q. Shunchaki miyamga kelib qoldi. Mayli, chalg'imang. Yo'lga qarang. Hali ham chalg'iyotganim yo'q. Mana katta yo'lga ham chiqib oldik. Hozir birpasda yetib boramiz. Bilaman zerikayapsiz, ammo chidashga majbursiz. Kiring. Chaqirganmi diskoji? Kecha kelgan mehmonlar bor-ku. Shulardan ikkitasi baliq ovini yaxshi ko'rar ekan. Hobbilari shunaqa ekan. Yaxshi. Shuni uyushtirgin. Xo'p bo'ladi. Faqat haqiqiy ov bo'lsin. Sharoit ham o'shanga yarasha bo'lsin. Tushundim. Qovunchini o'tirma yana. Xo'p. Bo'pti. Endi ko'ngling joyiga tushdimi? Tushdi jo'ra. Sen menga qaramay ishingni qilaver. Tag'in ishdan qoldirding deb qovoyini osib olma. Qilaver ishingni. Hali ham ishimni qilyapman. Shu ketishing bo'lsa, yana 1 yildan keyin tugatarsan bu ermagingni. Qimirlashingdan ko'rinib turibdi. Voy. Nega endi biror yil bo'lar ekan? Ana bitta hisob. Bo'yasam, yelkan qo'ysam bo'ldi, tayyorda. Ja, ishondim-da shu gapingga. Agar maslahatimga quloq solib, mana shu qismlarni sanoqda yasatirganingda, hozirgacha kamida 8 tas tayyor bo'lgan bo'lardi. Qo'ysanchi, qo'l turganda sanogingga balo bormi? Qizim, bu yerda qo'l mehnati juda qadrlanadi. Agar qo'lda yasalgan biror buyumni sovg'a qiladigan bo'lsangiz, ularning boshi osmonga yetadi, faqat bola mehnati bo'lmasligi kerak deb yozgandi. Jo'ra, mana shu kemam bitgan zahoti senga beraman. Bemalol olib ketaverasan. Xohlasan yana bitta yangisini yasab beraman. Keyingi yil tayyor bo'ladi-da, jo'ra. Yo'q, nega endi keyingi yil bo'lar ekan? Sen mehmonga boraman desang, kecha-yu kunduz uxlamasdan, sen aytgan paytingga tayyor qilib beraman, yasab beraman, og'ayni. Aka nima qildik? Bu tarasiga tashlab ketaverasizmi? Menga qara, bu o'zimizni hovuzda ko'paytirilgan baliq. Qishloq fuqarolar yig'inidan ma'lumotnomam ham bor. Senga o'xshaganlarga ko'rsatish uchun olib kelganman. Qo'rqitmay qo'ya qoling aka. Ja, ishondim-da. Aytgan paytim o'tdi ketdi jo'ra. Avval erta dedim. Keyin o'zi kesin dedim. Endi bo'lsa kech. Bu nima deganing? Mushtay bolalar, bu yog'i Amerika, bu yog'i Hindiston deb yurganda sen Men ham mushtay bo'lganimda borardim, jo'ra. bugun senga bir balo bo'lgan o'zi. Indamasam hali xon yig'lab yarasan shekilli. Balkim shunday qilgan yaxshi bo'larmidi, jo'ra. Lekin yig'lamayman. To'g'ri qilasan. Odam qarib qolgandan keyin ko'ngli bo'sh bo'lib qoladi. Demak, sen qarimagansan. 2-3 kun ko'rmasam,
suvni o'zi chaqirayotganday tuyuladi. Ana o baliq yangi tutilganga o'xshaydi. Yuring, ko'raylik. Nima gap aka? Uka, mana bu oliftani ko'rmaysanmi? Balig'ingizni ko'tarasiga bering deb holi jonimga qo'ymayapti. Ha endi bozorda rastida qiynalib sotmang deyotgandir-da aka. Men-ku roziman, jon derdim. Lekin bu olifta baliq narxini yerga urib yuboradi-da. Bu ham yetmagandek, tag'in haligi bozorkomni chaqiraman, soliqchini chaqiraman. Olib sotarsa deb do'qurganiga o'layman. Axir bu baliqlarni hovlimdagi hovuzda boqib ko'paytirganman. Ishoning uka, mana ma'lumotim ham bor fuqarolar yig'inidan. Mana o'zingiz ko'ring uka. Ha bularning ma'lumotnomalari bor ekan-ku. Nima qilasiz qiynab? Qishloq fuqarolar yig'inidan. Shul haqdagi haqiqatan hovlisida baliq boqadigan hovuzi bor. Xo'sh, sizga yana nima kerak? Aka, men taklif qildim-a? Taklifni qabul qilmaslik o'zlariga havola. Majburlash yo'q. Rahmat uka, rahmat. Iloyim, umringizdan baraka toping. Aka, lekin masalaning yana boshqa tomoni ham bor. Tushunmadim, qanaqa tomoni? Menimcha siz bu soxta hujjatingizni atigi bitta laqqa evaziga yozdirib olgan bo'lsangiz kerak. Demak, siz chayqovchisiz. Yaxshisi kelishib olganingiz ma'qul aka. Bo'lmasa, rostdan ham ishingiz soliqqa o'tib, otni kallasida jarima to'lashingizga to'g'ri keladi. Keyingi safar yana shunaqa qiladigan bo'lsangiz, mendan yaxshilik kutmang. Tekis yo'lda kelayotgan arabangiz chuqurga qulab ketishi mumkin. Tushundingizmi? Keyin aravani egasi 1000 yilib yugursin, bir tiyin. Hech narsani isbotlay olmaydi. Tushunarli uka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz otaxon? Rahmat o'g'lim. Yaxshiyam o'zing kelib qolding-a. Bo'lmasam suvga tushib baliq ovlamoqchi bo'lib turuvdik. Bir barakanini qilmoqchi edik-da. Bajonidan sizga mumkin ota. Rahmat. Ya o'zim bir ikkita baliq tutib kelay. Yo'q. Qo'l bilan tutganga nima yeysiz? Ha, bu ham to'g'ri. Assalomu alaykum ko'ka. Qandaysiz? Miqday qo'y. Ay yashang, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Ha, boshing omon bo'lsin o'g'lim. Ha, bu qayiqlar bitay deb qoldimi? Yaqinlashib Qachon qoldi. buni daryoga qo'yamiz? Dard qilsa ertaga yo'lga chiqadi. Qani ko'ka, bir duo qiling. Qani? Salomat bo'l bolam. Alloh. Sizlar yaxshi dam olinglar. Rahmat bola. Bizga xizmatchilik uzr. Mayli, bora qol. Mayli. Sog'laringga rivoj o'g'lim. Baliq ovlarimiz. Bosh barmog'ingni orasiga chuvalchay-puvalchayingdan mahkam qistirib qo'y. Uni biron kattaroq laqqa kelib, g'archa tishlasa, shartta olasan, qo'yasan bu yoqqa. Sho'rtal bo'lsa, barmog'ingni ayrilib qoladi. Saka, uxtab bo'ldikmi? Bo'ldim. Uyda uyqu yo'q. Balalar, nevaranglar, shevaranglar. Evaralar, senga ham qiyin. O bir vagon bo'lgandir-o, Nega unday deysin? Hayot balalar men. Balalarning balalari men. To'g'ri aytasan. Xo'p. Men boshqa narsa demoqchi edim.
Eslaringdami? Bolaligimizda balig'ini quruq qo'l bilan tutardik. Ha? U paytlar o anchagina chaqqon edik, tetigam edik. Ha, kelinglar bir urinib ko'raylik. Ey, esing joyidami? Buning miyasi ketgan qo'y. To'g'ri aytasan, Saki. Qo'rqlaring, ha? Iya. Nimadan qo'rqar ekanmiz? Ha? Birortayam baliq tutolmay sharmanda bo'lishdan qo'rqlaring. Men esa qo'rqmayman va tutaman. Mana hozir ko'rasanlar. Hoppa! Voy, Birinchidan, obbo, tentak ey. Voy o'ktam, choshma. Haligacha ortimdan odam qo'ygani qo'ygan. Uni dastidan bir yerga bora olmayman ham. Borsam ham xotirjam o'tira olmayman. Birov bilan tanisha olmayman. Shu ham hayot bo'ldi-yu, to'g'rimi? To'g'ri. Nima haqqi bor sizni shaxsiy hayotingizga aralashishga? Rasman ajrashgan bo'lsangiz. Shuni aytaman-da. Axir baxtli yashashga 2,5 topishga haqqim bor-ku, to'g'rimi? Bu ham to'g'ri. Bilaman. Xolida bu yerga ham o'zini ayg'oqchisini yuborgan. Hozir o'sha ablah qilt etmay bizni kuzatib o'tirgan bo'lsa kerak. Ha, ko'nglim sezib turibdi. Bu ish Xolidaning qo'lidan keladi. Bundan 3 kun oldin bir tanishim bilan bahor kafesida ovqatlanib o'tirsak, bittasi kelib, rosa asabimga tegsa bo'ladimi? Ko'rdim. Qarang, bittasi bizdan ko'z uzmay o'tiribdi. U ana ustolda. Qarasam, o'zini darrov ovqat yeyotganga soldi. Tajribalilardan bo'lsa kerak-da. Men hozir borib, uni ta'zirini berib qo'yaman. Ehtiyot bo'ling, Sharif aka. Sportchiga o'xshaydi. Men undan zo'rlarini ham jalpay qilib tashaganman. Och biqiniga tushiring. O, ana ustolda o'tirganmi? Ha, o'sha muxbirligini qarang. Ko'zini uzmaydi-ya. Bo'ldi, ko'rdim. Qip-qizil josusligi basharasidan bilinib turibdi. Ha, menga ham shubhali ko'rindi. Cho'ntagida kamerasi borga o'xshaydi. Bildirmay videoga olaman deganda. Olsa olaversin. Undan qo'rqadigan ahmoq yo'q. Men hozir ko'rsatib qo'yaman. Menga qara olibdi. Sen. Assalomu alaykum. Menda ishingiz bormi? Sen nega meni xotinimga hirs bilan tikilyapsan? Kimga? Xotiningizga? Ha. Odilova qachondan buyon sizni xotiningiz bo'lib qoldi? Tushunmadim. Yo, bugun zaksdan o'tdinglarmi? Hali sen uni familiyasini ham bilib oldingmi? Svoloch. Mana senga. Qo'yvar. Hey, bo'lmaysizlar tezroq. Tezroq kelinglar. Bittasi qo'limga tegib ketdi. Yo'g'i, Kattaroq baliq bo'lsa kerak. kattaroq deysan. Qo'llaring. Shoshma. Balki ilondir, ha? Bu yerda ilon nima qiladi? Kecha ikkitasini ko'rgandim. O'ynoqlashib suzib yurishgandi. Qo'ysang-chi. O'ynoqlashib yurishgan bo'lsa-chi, ular suv iloni. Ilondan qo'rqasanmi? Bo'ldi, ko'p bidillama. Voy. Suvuzda ekan. Baribir ham odamni eti seskanardi-da. Unaqa seskanadigan endi bor-da, yo'g'i. Senchi, baliqlarni alamga qarab hayda. Mayli. Hey, Saki. Bo'lmaysanmi? Kelsanchi. Kelaman. Mana kelaturibman qo'y. Urg'un, baliqlarni hayda. 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 Bo'lsanchi dedi. Bo'ldi, baratirman.
Qo'limni berishim kerak. Qo'lingni ber, qo'lingni. Qo'lingni ber, qara, oldingda ular ham qo'yibdi. Turg'un, naryoqqa qarab ketdi. Ushlamaysanmi? Asboy bu. Shoshma. Qo'shib ketmasin. Qara, ana o'ynaqlayapti. Qaytar. O'zi qotib qoladi. Qaytar. Rostdan ham sportchi ekan zang'ar. Xotiningiz. Sobiq xotiningizni aytaman. Yaxshi yigitni tanlabdi. Dedaga qoyilman. Bu nima deganingiz? Kelishgan, yosh, baquvvat yigit ekan. Bunaqalar bilan men ham jon deb tanishgan bo'lardim. Xotiningiz balo. Lekin Xolida bunaqa ayol emas. Qanaqa ayol emas? Erkaklar bilan tanishadigan ayol emas. U juda odobli. Sizningcha bu yigit xotiningizga, ha mayli, sobiq xotiningizga tekinga xizmat qilib beryaptimi? Tekinga emas albatta. Pulga-da. Pulga emas, Sharif aka. Boshqa narsaga. Nimaga? Nimaga ekanligini o'zingiz yaxshi tushunib turibsiz-ku. Axir bu yigitga pul kerak emasligi shundoqqina ko'rinib turibdi-ku. Lekin Xolida vijdonli. Xolida bunaqa ayol emas. Unaqa ayol emas edi. Mana endi erkin qush xohlagan odami bilan tanishadi. Xohlagan joyiga boradi. Mazza. Xohlasa mayiz yeydi, xohlamasa yo'q. Xolida, axir u meni ortimdan poylab yuribdi-ku. Agar erkak bo'lganimda, avval anavi ayg'oqchini boplab ta'sirini berardim. Biron qorong'uroq joyda poylab turardim-da. Kallasiga lom bilanmi, g'ish bilanmi qarsilatib solardim. Yo bo'lmasa, och biqiniga g'arch yetkazib, pichoq sanchib, burrab olardim. Keyin bilardi, bu olifta birovni sobiq xotiniga ko'z olaytirish qanaqa bo'lishini. Yo'q. Men avval borib Xolida bilan gaplashaman. Nima haqqi bor uni? Nima haqqi bor axir? Hech bo'lmasa hisob-kitob qilib ketarsiz, yigit. Yo xotiningizni, sobiq xotiningizni xiyonati bahona dimingizni xoda qilmoqchimisiz? Xolida hech qachon menga xiyonat qilmaydi. Shuni bilib qo'ying. U boshqacha ayol. Boshqacha. Kayfiyam tarqab ketdi-ya. To'rimizni qirqib tashlayapti ablah. Pskovich, to'rni qanday qilib topdi-ya? Bu yerda bir sir bor. Kimdir bizni sotgan yo bo'lmasam, 8ta ko'zi bor deyishadi. Endi nima qilamiz? To'ri yangi yilda birinchi marta ishlatilishi edi. Iloji yo'q. Agar ovozimizni eshitib qolsa, bizni olib ketishi aniq.
Ablahlar. Qara, qirqyapti, qara. Yeli og'rimagani non yeyishini qara. Mayli, unga ham boqqan balo bordi. Agar qo'limga tushsa sog' qo'ymayman, tilib tashlayman. Samat, bizni ko'chada ham bayram bo'lib qolar o'rtoq. Ana o'shanda men uni o'ldiraman. Samat, o'zingni bos. Uni albatta jazolaymiz. Nazoratni kuchaytirmasak bo'lmaydi. Bu ablahlar borgan sari hadlardan oshib ketishyapti. Siz to'rim yangigina edi-ya. Bilaman, ular shu yerda panada pisib yotishdi. Qani, marhamat. Yetib keldik. Rahmat. Mana. Bo'pti, xayr. Mayli, xayr. Assalomu alaykum, Va alaykum oyijon. assalom. Assalom mani. O'zim ona qizim. Menam qizim, menam. Oyijonim. Keldingmi? Menga qara, nega qo'ng'iroq qilmading? Avtobus yaqinlashganda qo'ng'iroq qilgandim, o'zim kutib olardim jonim. Tayyor taksi bor ekan, oyijon. Siz ovora qilgim kelmadi. Ha, bular taksistmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz uka? Yaxshi yuribsizmi? Ha, rahmat. Hozir to'xtab turing, hamyonim uyda edi. Yo'q. Oyi, bu yerni taksichilari oldindan pul olishar ekan. Rostdanmi? Qonun qoidasi shunaqa ekan. Voy, rahmat sizga. Muhimi sog' salomat uyga olib kelibdilar. Uka, uyga kiring, ovqat tayyor. Yo'q, rahmat. Men shoshib turgandim. Ketmasam bo'lmaydi. Meni mijozlarim poylab turibdi. Ha, bu kishini bozorlari chaqqon, oyijon. Yaxshi, yana bir bor rahmat sizga. Xayr uka. Xo'p, mayli. Yaxshi qolinglar. Rahmat. Ishingizga omad. Sog' bo'ling. Yura. Menga qara. Dadang qalaylar? Yaxshilar. Sizga quyuq salom aytdilar. Ichmayaptilar. Uyga ham vaqtida kelyaptilar. Yaxshi. Oyijon. Yaxshi keldingmi? Yo'lda charchamadingmi? O'zingiz qalaysiz? Yaxshi. Voy Noilajon. Voy mani erkatoyim. Voy mani shakarim O'zimmi ketdi-ku. buvijonim. Voy mani jonim ketdi-ku. Yaxshi keldingmi qizim? O'zingiz qalaysiz buvijon? Yaxshi, rahmat. Qiynalmay Ha, yo'q, keldingmi qizim? keltirgan joyim. Charchamadingmi? O'zingiz charchamay yuribsizmi? Rahmat. Qani yura qol qizim.